Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Diliz 25 ta komandaga qanday qilib taktika tuzishni o'rgataman. O'sha ya'ni taktika bilan qanday o'ynashni ham hozirda biz 3-5-2 taktikasini olamiz. Ya'ni shuni tanlab olamiz va trenirovkaga kiramiz. Bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqamiz. Treningga kiramiz. Trenirovka qilish uchun va bu yerda hozir taktikani tushuntirib o'taman. Xo'sh, kira olaylik. Xo'sh, Haaland. Xo'sh, bu yoqqa yon pasga beramiz va Haalandga pas beramiz. Bu uchunda ochilib o'tiradi. Keyin tepadan pas beramiz va Mbappe bilan gol uramiz. Xo'sh, shunday taktika bor. Xo'sh, endi Gundoganga beramiz va chetga pas va u yon bag'riga pas beradi. Biz esa Mbappe pas berib, Haaland bilan gol uramiz. Ana shunday. Xo'sh, yana bitta taktika bor. Chetga berish. Alexander-Arnold, Jon Canseloga beramiz. Chetga beramiz. Saliba chiqadi himoyachi va yana topshiramiz va Mbappe jo'natadi. Mbappe ochiq bo'ladi bu payt va gol uradi. Ishdan kelib qoldi, lekin 60% gol bo'ladi. Ehtimol katta. Haaland bilan gol uramiz. Xo'sh, taktikani tushunayotgan bo'lsanglar yaxshi. Endi buni o'yinda sanab ko'ramiz. Xo'sh, bizda Milan bilan o'yin bor ekan, bunga kiramiz. Xo'sh, mana ko'rsatib turdik. Mana yon bag'riladi dedim, pas mana tashlab beryapti. Mbappe ochiq har doimgidek. Xo'sh, endi yarimta pas Haaland orqaga beradi va bu yerda bu ochiq, chet yon bag'ri ochiq va Haalandga tashlaymiz va u gol bilan uradi. Xo'sh, bunda ham 50-50 gol urish. Xo'sh, boyakan bu. Mbappe tashlaymiz va chetga beramiz va Haaland ochilib turgan bo'ladi shu payt. Bellinhamga beramiz shu payt. Haaland ochilib turadi. Bu yoqqa zarba berish kerak, lekin bu shtraf berdi. Mayli. Xo'sh, Mbappe bilan bu yerda ham gol bo'lish ehtimoli katta lekin. Xo'sh, Haaland olib qo'ydi to'pni. Haalandga oshirdik. Xo'sh, va gol. 1-0 yaxshi. Xo'sh, va Mbappe ochilib turibdi. Xo'sh, boyagida Mbappe ochilganda mana gol uradi. Xo'sh, video yoqsa like bosing.